Doğrusunu aytsam, qarzim ko'p mani. Yo, pulga muhtoj emasman. Lekin qarz olishni yaxshi ko'raman-da. Ha. Maza qilaman. Hayot yanada go'zalroq ko'rinadi menga. Yo, mana qarz bergan odamni har kun telefon qiladi menga. O'shanda bu odamdagi kerakligimni his qilaman-da men. Masalan, qarzim bo'lmasa kim telefon qiladi? Ha? Bitta onammi? Onam ham bekorga telefon qilmaydilar. Ha, qarzim bor. Pensiyalarini olganda keyin beraman deb 1 million olganman. Zato soppa sog'lom tinchgina yuribman. Bilasizmi nima uchun? Chunki shu qarz berganlar har kun duo qiladi meni. Ey Xudo, o'lib qolmasin, qarzini berib ketsin deb har kun duo qiladi. Chunki mana sog' salomat maza qilib yuribman. Ha, shunaqa. كان حلمي في وجود